keling, bugun juda og'ir, lekin har birimiz bilishimiz shart bo'lgan mavzuni ochiq gaplashamiz. Qaysi holatlarda kvartira tortib olinishi mumkin? Yangi tartiblar nimani o'zgartiryapti? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa vahimaga tushmasligi kerak? Bu video faqat uy sotib olganlar uchun emas, ipoteka olayotganlar, ijara berayotganlar, qarzdorligi borlar, meros masalasida tortishayotganlar, hatto yaqin kelajakda uy olishni rejalashtirayotganlar uchun ham juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri imzo, bitta tekshirilmagan hujjat, bitta kechiktirilgan to'lov odamni yillar davomida yig'gan mulkidan ayrilish xavfiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntirib beraman. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Hech kimning qonuniy rasmiylashtirilgan, halol olingan kvartirasini shuncha kelib olib qo'yishmaydi. Bu gapni qo'rqmasdan aytish kerak. Lekin shu bilan birga ayrim holatlarda kvartira sud qarori, ijro hujjati, garov shartnomasi yoki noqonuniy bitim sababli egasidan olib qo'yilishi, sotuvga chiqarilishi yoki davlat foydasiga o'tkazilishi mumkin. Ko'pchilik uyim nomimda bo'lsa bo'ldi, hech kim tega olmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa kadastrda nomingiz yozilgani juda muhim, lekin bu hamma xavflarni yo'qotmaydi. Agar kvartira garovda bo'lsa, qarz bo'yicha undirib qo'yilgan bo'lsa, firibgarlik orqali sotilgan bo'lsa, noqonuniy qurilgan yoki hujjatlari soxta bo'lsa, vaziyat butunlay boshqacha bo'ladi. Ilgari odamlar ko'pincha mulk masalasiga yuzaki qarardi. Uy sotib olayotganda kadastri bormi? Tamom deyishardi. Sotuvchi pasport ko'rsatadi, kadastr ko'rsatadi, narx kelishiladi, notariusga boriladi, pul beriladi. Lekin oldingi qarzdorliklar, suddagi da'volar, oilaviy rozilik, merosxo'rlar e'tirozi, ipoteka yoki garov holati chuqur tekshirilmasdi. Natijada ayrim fuqarolar uy olgandan keyin oradan 6 oy, 1 yil, hatto 3 yil o'tib suddan chaqiruv olgan. Bu kvartira avval noqonuniy sotilgan, sotuvchining turmush o'rtog'i rozi bo'lmagan. Bu uy bank garovida bo'lgan. Meros bo'yicha boshqa shaxsning huquqi buzilgan degan masalalar chiqib kelgan. Shunda odam men pulimni to'ladim-ku deb qoladi. Lekin sud hujjatlar bitimning qonuniyligi va uchinchi shaxslar huquqlarini tekshiradi. Hozir esa tartiblar ancha qat'iylashmoqda. Davlat organlari, banklar, notariuslar kadastr tizimi va ijro organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuv kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Agar kvartira bo'yicha taqiq bo'lsa, garov bo'lsa, sud nizosi bo'lsa, ijro ishi bo'lsa, bu ma'lumotlar ko'proq ko'rinadigan bo'lyapti. Bir tomondan bu yaxshi, chunki xaridor himoyalanadi. Ikkinchi tomondan qarzdorliklari bor, hujjatlari chalkash, bitimlarni yashirib yurgan fuqarolar uchun xavf oshadi. Chunki oldin bilinmaydi deb o'ylagan holatlar endi elektron tizimlarda tezroq aniqlanadi. Endi asosiy savol, kimlar haqiqatan ham xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda ipoteka yoki kredit evaziga olingan kvartira egalari. Agar siz bankdan ipoteka olgan bo'lsangiz, kvartira odatda bank foydasiga garovga qo'yiladi. Bu degani, siz kvartirada yashaysiz, u sizning nomingizda bo'lishi mumkin. Lekin kredit to'lanmasa, bank sud orqali yoki shartnomada belgilangan tartibda undiruvni garovdagi mulkka qaratishi mumkin. Masalan, fuqaro 500 million so'mlik kvartira oladi. Boshlang'ich to'lov sifatida 1000 million so'm beradi. Qolgan 400 million so'mni bankdan 15 yilga ipoteka qiladi. Birinchi yil to'lovlarni yaxshi to'laydi. Keyin ishdan ayriladi. 5-6 oy kreditni to'lamaydi. Bank avval ogohlantiradi, penya hisoblaydi. Restrukturizatsiya taklif qilishi mumkin. Lekin qarzdor umuman aloqa qilmasa, muammo chuqurlashadi. Oxirida bank sudga murojaat qiladi va garovdagi kvartirani sotish orqali qarzni undirish masalasi ko'tariladi. Bu bank uyni o'g'irlab oldi degani emas. Bu siz imzo qo'ygan garov va kredit shartnomasi oqibati. Ikkinchi xavfli guruh, katta miqdorda qarzdorligi bor shaxslar. Aliment, soliq, kredit, jarima, yetkazilgan zarar sud qarori bilan undiriladigan pullar bo'lishi mumkin. Agar qarz sud qarori bilan tasdiqlangan bo'lsa va ijro hujjati chiqarilgan bo'lsa, majburiy ijro byurosi qarzdorning mol-mulkini aniqlaydi. Avval bank kartalari, oylik daromadlari, avtomobil, boshqa mulklar ko'riladi. Lekin qarz katta bo'lsa va boshqa mol-mulk yetmasa, ko'chmas mulkka ham taqiq qo'yilishi, ayrim holatlarda sotuvga chiqarilishi mumkin. Masalan, odam biznesda sherigiga 300 million so'm zarar yetkazgan, sud uni to'lashga majbur qilgan. Qarzdorning mashinasi yo'q, hisobida pul yo'q. Rasmiy ish haqi juda kam. Lekin uning nomida ikkinchi kvartira bor. Bunday vaziyatda ijro organi aynan shu ikkinchi kvartiraga undiruv qaratishi mumkin. Ayniqsa,
Bu yagona yashash joyi bo'lmasa, xavf ancha oshadi. 3-guruh kvartirani sotib olayotgan xaridorlar. Men ko'p marta aytaman, uy olayotganda shoshilmang. Narx arzon bo'lsa, 2 barobar ehtiyot bo'ling. Masalan, bozor narxi 700 million so'm bo'lgan, uy sizga 520 millionga taklif qilinsa, menga omad kulib boqdi deb xursand bo'lishdan oldin savol bering. Nima uchun arzon? Sotuvchiga tez pul kerakmi yoki hujjatda muammo bormi? Uyning egasi haqiqatan sotuvchining o'zimi? Turmush o'rtog'i rozi bo'lganmi? Uy merosdan o'tganmi? Merosxo'rlar to'liq aniqlanganmi? Voyaga yetmagan bolalarning ulushi yo'qmi? Uy garovda emasmi? Ijro taqiqi yo'qmi? Kommunal qarzdorliklar qanday? Ko'pchilik notarius tekshiradi-ku deb ishonadi. Ha, notarius o'z vakolati doirasida tekshiradi, lekin xaridorning o'zi ham hushyor bo'lishi shart. Chunki notarial bitimdan keyin ham sudda da'vo qo'zg'atilishi mumkin. 4-guruh meros masalasida uyni egallab turganlar. Masalan, ota-onadan qolgan kvartirada bir farzand yashaydi. U men shu uyda turibman, demak uy meniki deb o'ylaydi. Lekin qonun bo'yicha boshqa merosxo'rlar ham bo'lishi mumkin. Aka-uka, opa-singil, turmush o'rtog'i, ota-onasi, vasiyatnoma bo'lsa undagi shaxslar. Agar meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin yillar o'tib nizo chiqishi mumkin. Bir farzand uyni sotib yuboradi. Xaridor esa o'zini halol xaridor deb biladi. Keyin boshqa merosxo'r sudga chiqib, mening ulushim buzilgan desa, bitim bo'yicha jiddiy muammo tug'iladi. Shuning uchun merosdan o'tgan kvartirani sotib olayotganda oddiy kadastr yetarli emas. Meros hujjatlari va barcha merosxo'rlarning masalasi aniqligiga e'tibor berish kerak. 5-guruh soxta hujjat. Ishonchnoma yoki aldov orqali olingan uylar bilan bog'liq shaxslar. Afsuski, amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Chet elda yurgan egasining nomidan soxta ishonchnoma tayyorlanadi, kvartira sotiladi. Keyin asl egasi qaytib keladi va sudga murojaat qiladi. Xaridor men bilmaganman deydi. Bu yerda sud har bir holatni alohida baholaydi. Xaridor ehtiyotkorlik qilganmi? Narx bozor narxiga mos bo'lganmi? Sotuvchi bilan uchrashganmi? Ishonnomani tekshirganmi? Pul rasmiy o'tkazilganmi? Agar xaridor shu sharoitda juda arzon olib, pulni qo'lma-qo'l bergan bo'lsa, uning pozitsiyasi zaiflashadi. Endi kimlar vahimaga tushmasligi kerak. Agar siz kvartirani qonuniy sotib olgan bo'lsangiz, notarial bitim bor, kadastr rasmiylashtirilgan, kvartira garovda emas, sud nizosi yo'q, qarzdorliklaringiz nazoratda, hech qanday soxta hujjat bo'lmagan bo'lsa, ertaga kelib uyimni tortib olishadi deb qo'rqmang. Qonun mulk huquqini himoya qiladi. Mulk huquqi osonlikcha bekor qilinmaydi. Har qanday olib qo'yish, undiruv, majburiy sotuv, davlat ehtiyoji uchun olish kabi jarayonlarda huquqiy asos. Tartib, ogohlantirish va odatda sud yoki vakolatli organning qarori bo'lishi kerak. Muammo ko'pincha uy egasining o'z hujjatlarini bilmasligi, qarzlarni e'tiborsiz qoldirishi yoki keyin hal qilaman deb yurishidan kelib chiqadi. Endi muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat yagona uy masalasi. Ko'pchilik yagona uyimni hech kim olmaydi deb qat'iy ishonadi. Bu masala huquqiy jihatdan ancha murakkab. Ayrim qarzlar va ijro holatlarida fuqaroni butunlay ko'chada qoldirmaslikka tamoyillari mavjud. Lekin agar aynan shu uy bank garoviga qo'yilgan bo'lsa, bu mening yagona uyim degan dalil har doim ham qutqarib qolmaydi. Chunki siz kredit olayotganda shu uyni garov sifatida ko'rsatgansiz. Bank aynan shu mulk hisobidan qarzni qaytarish huquqiga ega bo'ladi. Shuning uchun ipoteka shartnomasini imzolashdan oldin har bir bandni o'qish kerak. Ikkinchi nozik jihat, davlat ehtiyoji uchun uy joyini olish. Ba'zan yo'l qurilishi, metro, ijtimoiy obyektlar yoki hududni rekonstruksiya qilish sababli uylar buzilishi mumkin. Bu holatda mulk egasining huquqlari bor, unga kompensatsiya. Boshqa uy joy yoki kelishilgan qiymat taklif qilinishi kerak. Muhimi, odam hujjatsiz rozi bo'lib, og'zaki va'daga ishonib qolmasligi kerak. Agar sizga keyin beramiz, hozir chiqib turing deysa. Men bunday vaziyatda albatta yozma hujjat talab qilishni maslahat beraman. Baholash xulosasi, kompensatsiya shartlari, muddatlar, hisob-kitob tartibi aniq bo'lishi kerak. Aks holda keyin kim nima deganini isbotlash qiyin bo'ladi. 3-nozik jihat, kommunal qarzdorliklar. Odatda oddiy kommunal qarz uchun darhol kvartira tortib olinmaydi. Lekin katta qarzdorliklar, sud qarorlari va ijro harakatlari bo'lsa, bu jiddiy muammoga aylanishi mumkin. Bundan tashqari, uy sotib olayotganda eski egadan qolgan elektr, gaz, suv, issiqlik qarzlari xaridorni qiynab qo'yishi mumkin. Shartnomada kim qaysi qarzni to'lashi aniq ko'rsatilmagani sababli janjal chiqadi. Shuning uchun sotib olishdan oldin barcha kommunal tashkilotlardan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot olish kerak.
To'rtinchi nozik jihat nikohdagi mulk. Er xotin nikoh davrida uy sotib olsa, ko'pincha bu umumiy mulk hisoblanadi. Hatto kadastr faqat er yoki faqat xotin nomida bo'lsa ham. Agar er xotinning roziligisiz uyni sotib yuborsa, xotin keyinchalik sudga murojaat qilishi mumkin. Masalan, erkak kvartirani o'z nomiga rasmiylashtirgan, lekin u nikoh davrida olingan. U xotini bilan kelishmay uyni sotadi. Xaridor esa kadastr egasi shu odam edi deydi. Lekin nikohdagi umumiy mulk qoidalari tufayli bitim nizoga tushishi mumkin. Shuning uchun notariusda turmush o'rtog'ining roziligi masalasi juda muhim. 5-nozik shart. Voyaga yetmagan bolalar ulushi. Agar kvartirada bolaning ulushi bo'lsa, uni sotish oddiy bitim emas. Vasiylik va homiylik organlari roziligi talab qilinishi mumkin. Chunki bolaning yashash sharoiti yomonlashmasligi kerak. Ayrimlar buni chetlab o'tishga harakat qiladi. Keyin bitim bekor bo'lish xavf paydo bo'ladi. Xaridor uchun bu juda xavfli. Chunki bola manfaatlari buzilgan bo'lsa, sudlar bunday masalalarga juda jiddiy qaraydi. Endi amaliy qismga o'tamiz. Agar siz kvartira sotib olmoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam kadastr hujjatini tekshiring. Faqat rasmga qarab ishonmang, aktual ma'lumot kerak. Egasi kim, maydoni qancha, manzili to'g'rimi, obyekt turi nima, taqiq yoki cheklov bormi, garof bormi, hammasini aniqlang. Ikkinchi qadam, sotuvchining shaxsini tekshiring. Pasporti, oilaviy holati, nikohda bo'lsa turmush o'rtog'i roziligi, ishonchnoma orqali sotayotgan bo'lsa ishonchnomaning haqiqiyligi, muddati va vakolatlari albatta tekshirilsin. Men ishonchnoma bilan sotilayotgan uyda 2 barobar ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Uchinchi qadam, pulni rasmiy yo'l bilan o'tkazing. Qo'lma-qo'l guvohsiz, tilxatsiz katta pul berish eng katta xatolardan biri. Bank orqali o'tkazma, notarial shartnomada real narxni ko'rsatish, pul berilganini tasdiqlovchi hujjat saqlash kerak. Ba'zi odamlar soliq yoki boshqa saqlash shartnomada narxni kamroq ko'rsatadi. Masalan, uy 800 millionga sotiladi. Shartnomada 400 million yoziladi. Keyin bitim bekor bo'lsa, xaridor hujjat bo'yicha 400 million talab qila oladi. Qolganini isbotlash og'ir bo'ladi. Shuning uchun men real narxni yashirmaslikni tavsiya qilaman. 4-qadam. Kommunal qarzdorliklarni yozma tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat qarzlari bo'yicha ma'lumot oling. Shartnomada sotuv sanasigacha bo'lgan barcha qarzdorliklar sotuvchi zimmasida. Sotuvdan keyingi to'lovlar xaridor zimmasida degan mazmundagi band bo'lishi foydali. Bu keyingi tortishuvlarning oldini oladi. 5-qadam. Kvartirada kimlar ro'yxatda turganini tekshiring. Ayrim hollarda uy sotiladi. Keyin ma'lum bo'ladiki, u yerda boshqa shaxslar doimiy ro'yxatda turibdi. Kimdir chet elda, kimdir harbiy xizmatda, kimdir qamoqda. Ularni chiqarish masalasi murakkablashadi. Ayniqsa voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsizlar yoki sud orqali yashash huquqiga ega bo'lgan shaxslar bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak. Uy sotib olishdan oldin kim ro'yxatda, qachon chiqadi, bu shartnomada qanday yoziladi degan savollarni aniq hal qiling. Agar siz ipoteka olgan bo'lsangiz va to'lovda qiynalayotgan bo'lsangiz, eng yomon yo'l bu bankdan yashirinish. Telefonni ko'tarmaslik, xatlarga javob bermaslik bir amallab o'tib ketadi deb yurish vaziyatni og'irlashtiradi. Birinchi kunlardan bankka murojaat qiling. Ariza yozing, daromadingiz kamaygani, vaqtincha qiyinchilik, restrukturizatsiya, to'lov muddatini uzaytirish, imtiyozli davr, qarzni qayta ko'rib chiqish imkoniyatini so'rang. Arizani og'zaki emas, yozma bering. Nusxasiga qabul qilingan sanani qo'ydiring yoki elektron yuboring. Bank ham odatda darhol kvartirani sotishni xohlamaydi. Chunki bu ular uchun ham jarayon, vaqt va xarajat. Lekin siz aloqa qilmasangiz, bank o'z manfaatini qonuniy himoya qilishga majbur bo'ladi. Agar sizga ijro organidan xat kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Majburiy ijro byurosiga boring yoki elektron tartibda holatni tekshiring. Qaysi sud qarori, qancha qarz, qachondan beri qanday to'lov muddati bor, taqiq qo'yilganmi aniqlang. Agar qarz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, shikoyat qilish tartibi bor. Agar qarzni bo'lib to'lash imkoniyati kerak bo'lsa, sudga yoki ijro organiga tegishli tartibda murojaat qilish mumkin. Eng muhimi, vaqtni boy bermang. Chunki taqiq qo'yilgandan keyin uy sotish, hadya qilish, boshqa bitimlar qilish imkoni cheklanadi. Agar sizning uyingiz davlat ehtiyoji yoki buzilish hududiga tushgan bo'lsa, birinchi navbatda hujjatlaringizni tartibga keltiring. Kadastr, mulk huquqi hujjati, pasport, ro'yxatda turganlar haqida ma'lumot, kommunal to'lovlar. Agar uyda ta'mir qilgan bo'lsangiz, xarajatlarni tasdiqlovchi hujjatlar,
surat va videolarni saqlang. Baholash jarayonida ishtirok eting. Taklif qilingan kompensatsiya bozor qiymatiga mos kelmasa, mustaqil baholash xulosasi olish haqida o'ylang. Hamma gaplashuvlarni yozma shaklga o'tkazing. Hokimiyat aytdi, quruvchi va'da berdi degan gaplar keyin yetarli bo'lmasligi mumkin. Har bir kelishuvda sana, summa, muddat, tomonlarning majburiyatlari aniq ko'rsatilishi kerak. Agar siz allaqachon uy sotib olgan bo'lsangiz va keyin eski egalar yoki qarindoshlar da'vo bilan chiqsa, vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Darhol barcha hujjatlarni yig'ing. Oldi, sotish shartnomasi, pul o'tkazilganini tasdiqlovchi hujjatlar, notarius hujjatlari, kadastr, sotuvchi bilan yozishmalar, guvohlar, kommunal to'lovlar. Sud chaqiruvi kelsa bormay qo'ymang. Men haqman, bormasam ham bo'ladi degan yondashuv zarar keltiradi. Sudda o'z pozitsiyangizni dalillar bilan ko'rsatish kerak. Zarur bo'lsa, advokat yoki malakali yuristga murojaat qiling. Yana bir muhim maslahat. Hech qachon qarindosh-ku, ishonaman deb hujjatsiz ish qilmang. Ko'chmas mulk masalasida eng ko'p nizolar aynan qarindoshlar orasida chiqadi. Aka ukasiga ishonib pul beradi, opa singlisining nomiga uy rasmiylashtiradi. Ota farzandlardan birining nomiga o'tkazadi. Keyin oilaviy munosabat o'zgaradi va hujjat gapiradi. Qonunda og'zaki kelishuvni isbotlash qiyin. Shuning uchun mulk kimniki, pul kimniki, ulush kimga tegishli, yashash huquqi qanday bo'ladi? Hammasini oldindan yozma va qonuniy rasmiylashtiring. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Internetda tarqalayotgan hammaning kvartirasi tortib olinadi. Yangi qonun chiqdi. Endi davlat uylarini oladi degan vahimali gaplarga darrov ishonmang. Qonunlarda odatda aniq holatlar bo'ladi. Masalan, noqonuniy qurilish bo'lsa boshqa, garovdagi mulk bo'lsa boshqa, qarzdorlik bo'yicha ijro bo'lsa boshqa. Davlat ehtiyoji bo'lsa boshqa, firibgarlik bilan olingan uy bo'lsa boshqa tartib ishlaydi. Bularni bitta jumlaga jamlab odamlarni qo'rqitish to'g'ri emas, lekin xavf yo'q deb ham aytib bo'lmaydi. Xavf bor. Agar siz hujjatlarni tekshirmasangiz, qarzlarni yashirsangiz, shartnomani o'qimasdan imzo qo'ysangiz yoki sud xatlarini e'tiborsiz qoldirsangiz. Demak, bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, qonuniy uy himoyalanadi. Lekin muammoli hujjat, garov, katta qarzdorlik, soxta bitim, meros nizosi, nikohdagi rozilik yo'qligi yoki davlat ehtiyoji kabi holatlarda kvartira bo'yicha jiddiy xavf paydo bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz qo'rqish emas, tayyor bo'lish. Hujjatlarni tekshiring, qarzlarni nazorat qiling, bank va ijro organlari bilan aloqani uzmang. Uy sotib olayotganda har bir bandni o'qing, pulni rasmiy qiling, kerak bo'lsa mutaxassis bilan maslahat qiling. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va kommentariyada yozing. Sizningcha kvartira sotib olayotganda eng katta xavf nima? Garovmi, meros nizosimi, soxta ishonchnoma yoki qarzdorlikmi? Savollaringiz bo'lsa ham izohlarda qoldiring. Men keyingi videolarda eng dolzarb savollarga alohida javob beraman. Eng muhimi, mulkingizni himoya qilishni bugundan boshlang, chunki uy masalasida kech qolish juda qimmatga tushadi.